Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar, ro'zador uchun ikkita xursandchilik bor. Birinchisi iftorlik payti. Ikkinchisi ana o'sha ro'zasi bilan Robbisiga yo'liqqan payti. Iftorlikda qanday xursand bo'lamiz? Bizni iftorlikda xursand qilib qo'ygan zot Alloh taolo umid qilamizki, inshaalloh ikkinchi xursandchilikni ham beradi. Ya'ni o'zini huzurida mana shu tutgan ro'zalarimiz bilan ham xursand bo'lamiz inshaalloh. Ulamolar aytadi, birinchi iftorlikdagi, ya'ni birinchi xursandchilik bu iftorlikda bo'ladi. Iftorlikda man qilingan narsalar mumkinlikka aylanadi, ya'ni yeyish, ichish. Ikkinchi xursandchilik bu Allohning huzurida bo'ladi. Bu qanday bo'ladi desa, ana o'sha tutgan ro'zalaringizning qabul bo'lganligini ko'rganingizda xursand bo'lasiz. Odamlar ro'za tutmasdan g'aflatda qolgan paytda siz qiynalib bo'lsa ham, mashaqqat bilan ham bo'lsa ham tutgan ro'zalaringizni Allohning huzurida maqbul bo'lib, qabul bo'lib, unga berilayotgan mukofotlarni qabul qilib olganingizda xursand bo'lasiz deb hadisni o'sha sharhlarida shunday kelgan ekan. Alloh hamma ro'zadorlarni o'zi xursand qilsin. Alloh taolo bu hayotda dunyoda yashar ekanmiz, hayotimizni Ramazon qilsin, oxiratimizni esa Ramazonning hayiti qilsin inshaalloh.